Qalbdagi umid. Muallif Qorako'z. Yusuf, kechir meni. Bu narsa menga umuman yot tushuncha. Bunga qanday munosabat bildirishni bilmayman. Sen men uchun juda azizsan. Ammo tushun, bu sevgi emas. Seni to'g'ri tushunaman. Qalbga buyruq berib bo'lmaydi. Lekin sen va men do'stdan ortiq bo'la olmaymiz. Boshimdan o'tgan kunlardan xabaring bor. O'zingga mendek qizni ravo ko'ra olasanmi? Yusuf menga shunchaki qarab turib indamadi. Tushunadiganimni tushunib, ortimga qayrildim. Ozgina sabr qilsam uyga qayta kirib, yostig'imni quchgancha bemalol yig'layman. Birovni oldida ko'z yosh to'kish men uchun erishdek tuyuladi. Insonlarni rahmi kelib, achingan nigohlarini istamayman. O'girilganimni bilaman, ortimdan tortilib, bir nimaga qattiq urildim. Aniqrog'i to'g'ri borib, kimnidir bag'riga tushdim. Meni qattiq quchib olgan Yusufni o'zimdan uzoqlashtirishga qilgan harakatlarim bari zoya ketdi. Shundan so'ng o'zim juda istagan ishni qildim. Men ham uni qattiq quchib oldim. Singlimni bag'ridan bo'lak o'zgalar quchog'i yot bo'lgan mendek qiz uchun bu juda g'alati edi. Tushuntirib bo'lmas hissiyot. Yusuf, bo'ldi, qo'yib yubor endi. Tezroq ketinglar bu yerlardan. O'zimdan uni xalos qilib, ko'zlarimni olib qochdim. Yig'laganimdan ovozim past chiqdi. Qayerda bo'lsang ham bir narsani unutma, Mahdiya. Meni mana bu yerimda urayotgan bir tosh faqat seni deyaveradi. Mana bu havo olayotgan o'pkam bor-ku, o'sha seni iforingni bir bor his qilish uchun nafas oladi. Yuzimni ohista tutgan Yusufni ko'zlariga noilojlikdan boqdim. Bu ko'zlar seni ko'rmoq uchun har tong umid bilan ochiladi. Shuni hech qachon yodingdan chiqarma. Sen qay makonda, qay vaqtda bo'lishingdan qat'iy nazar, faqat seni deydigan bir qalb bo'ladi. Unutma shuni. Unutma. Unga boshqa bir so'z aytolmadim. Agar biror gap aytgudek bo'lsam, yo umidlantirib qo'yardim, yo xafa qilardim. Buni istamayman. Ular ketgan mashina ortidan qarab qolar ekanman, bundan keyingi hayotimni qanday kechishini o'ylab qoldim. Yana qafasga solishadi. Avvalgi singari jahannamga otishadi. Lekin bu safar o'z xohishim bilan o'sha kimsa bilan ketaman. Singlim uchun bari. Uni ozodlikda tinch yashashi uchun. Ertasi kuni tushlikka yaqin kelgan tanish Stalba bilan ketishimni aytdim. Tabiiyki, u menga singlimni topib berishimni talab qildi. Undan avval esa erta tongda dadam singlimni chaqirganda o'rnida yostig'iga bosh qo'yib yotgandim. Singlimni ismini eshitishim bilan uchib tashqariga chiqdim. O'zimni xotirjam tutishga harakat qildim. Nimaga ertalabdan quturgan to'ng'izdek baqirasiz? Nima? Sen qiz, juda o'zingdan ketib qolibsan-ku. Tiling xalal beryaptimi? Mayli, buguncha indamayman. Chunki kayfiyatim yaxshi. Bor, singlingni chaqir. Aytgan gapim uchun munosib javob olmaganimdan rost hayratlandim. Bunday vaziyatda hech bo'lmaganda bir shapaloq va ikki tepki bilan qutulardim. Sendan so'rayapman, singling qani? Xayol surib turganimda dadamni baqirganidan cho'chib o'zimga keldim. Yo'qsamiga? Asabiylashib berilgan savolga xotirjamgina javob berdim va kulib qo'ydim. Bundan xunobi oshgan otam meni ustimga bostirib kela boshladi. Bo'ynimdan bo'g'ib devorga tiradi. Singling qayerda ekanini aytmasang, seni shu yerda tug'ilganingga pushaymon qilaman. Tug'ilganingga pushaymon qilaman. Bu qanday gap bo'ldi? Men allaqachon tug'ilganimga pushaymon bo'ldim. 5 yil avval borimdan ayrilganman o'sha damlar. Hatto Xudodan jonimni olishini yolvorib so'ragandim. Hech nimadan umid qilmay, hayotga qiziqishi o'lgan men kabi insonga bu gapni zarracha ham ahamiyati yo'q. Men singlimni sizdan, iflos o'yinlaringizdan, hech to'ymaydigan nafsingizdan olisga yubordim.
Uni hech qachon topolmaysiz. Eshityapsizmi? Hech qachon. Hoy qiz, ular nimalarga qodir ekanini bilmaysan. Singlingni men topolmasam, lekin ular albatta topadi. Atrofimda aylanib aytgan gaplardan etim jimirlab ketdi. Men hozir ketaman. Ular kelsa, o'zing javobini berasan. Nega endi sizni kelishuvingiz uchun men yoki singlim javob berish kerak ekan? Javobni o'zingiz bering. Qarz sizniki, demak muammo ham sizniki. Bularga bizni aslo... Sochimdan changallab tortilgani uchun gapimni oxiriga yetkazolmadim. Aslida seni ham yaxshigina pul evaziga ularga bermoqchi edim. Sen bo'lsa, hammasini barbod qilding, yaramas qiz. Ahmoqsan. Gaplarni tugatgach 2 marta siltab, devorga qarab itarib yubordilar. Uydan chiqqan erkak chuqur nafas oldi. Tezroq qarz olgan odamlardan yashirinishi kerak. Axir endi ularga beradigan qizi yo'q. Shu qatorda beradigan javobi ham. Sal avval qilgan ishini o'ylamay, uyidan olislab borar ekan, uy ichida qolgan qizni tirikligi yokida sog'lig'i haqida qayg'u ham qilmasdi. Maxtiya tilidan ko'zlarimni ochib qayerda ekanimni anglagunimga qadar 5 yoki 10 daqiqa ketdi. Dadam siltaganda devorga boshim qattiq tekkan shekilli hushimni yo'qotibman. O'zimga qancha vaqtda kelganimni ham bilmayman. Quyosh tikkiga kelibdi. Demak tushlik vaqti yo undan ham kech. Adashibman. Hali tush vaqti bo'lmabdi. Oshxonadagi soat 10:30 ni ko'rsatmoqda. Singlimni olib ketmoqchi bo'lgan odamlar kelmagan ko'rinadi. Oshxonadagi bir dona bo'lgan stolda xayol surib o'tirar ekanman. Eshik taqillashi xayolimni chil-chil qildi. Mana uzoq kutgan lekin istamagan ishim bo'lmoqda. Aynan shunday. Istamagan hodisam. Qimmat mashinada ketar ekanman. Menga bir so'z demagan Stalbaga va yonidagi sherigiga hayron qaradim. Savol berishga esa jur'at etolmayapman. Xayollar olamiga chuqur singib ketganimdan mashina to'xtab, men tomon eshikning ochilganini ham sezmay qoldim. Eshikni ochgan ikkinchi yigit menga tushunarsiz qarab qolganidan nimanidir o'tkazib yuborganimni sezdim. Mashinadan tushib, qarshimdagi 4 qavatlik koshonaga qarab qoldim. Mashina darvozadan ichkariga kirgani sababli tashqarini ko'rmadim. Bunga xayollarim ham sababchi. Uyning ko'rinishi bir qarashda hashamatli. Hovlida kattagina gulzor. Gulzor o'rtasida kattagina fontan bo'lib, ta'riflashga so'z ojiz. Gulzordagi moychechaklar shunchalar go'zal ko'rindiki, agar bu yerga qanday kelganimni unutganimda, jannatga keldimmi deb savol bergan bo'lardim balki. Hovlidan uy tomonga yurganimizda 2 tomoni tutqich bilan o'ralgan zina oldiga keldik. 2 yonimga o'tib olgan yigitlarga zimdan nazar tashlab, xuddi qo'riqchiga o'xshatib yubordim. Qochib ketmasligim uchun tayinlangan qo'riqchilar. Zinalardan yuqorilab, kumush va tilla ranglar orqali ishlangan naqshli eshik oldiga keldik. Eshikni taqillatgan yonimdagi yigitga qaramaslikka harakat qildim. Anavi Stalba qayerga yo'qoldi hayronman. Eshik ochilib, egnida havorang ko'ylak kiygan, oq sariqdan kelgan qiz peshvoz chiqdi bizga. Sochlari kalta va ochmalla rang. Oppoq bo'lgani uchun to'q jigarrang ko'zlari qora ko'rinardi. Go'zal qiz ekan. Xayolimdan o'tgan gapni eshitgandek menga qarab tabassum qildi. Men bilan ichkariga kirgan robot esa qizga bir so'z ham demay ichkariga kirib ketdi. Nima qilishni bilmay turganimda menga tabassum hadya qilgan go'zal qiz o'zini tanishtirdi. Salom. Ismim Feruza. Sizning ismingiz nima? Assalomu alaykum. Meni ismim Maxtiya. Ismi ham o'zi kabi juda chiroyli ekan. Men esa qarshimdagi Malak Simoning oldida o'zimni irkit bir o'rdakchaga o'xshatdim. Kiyimim juda oddiy, eskiligini ko'rinishdan ham bilsa bo'ladi. Ba'zi joylari sirtilib ketganidan uyaldim ham. Tepadan yig'ilgan sochlarim dadamni sharofati bilan to'zib ketgan ham.
Hatto oynaga qaramaganimga ancha bo'ldi. So'nggi bor kasalxonada aksimga boqqandim. Kiraverishda qotib turganimda qarshimdagi qiz yana so'zlay ketdi. Siz uchun xona tayyorlagandik. Istasangiz biroz dam olishingiz mumkin. Yuvinib olsam bo'ladimi? Hayratdan tilimga kelgan gapni aytdim. Meni ichkariga taklif qilgan qiz bilan avval tor koridor ichidan keng bir xonaga chiqdik. U yerdan ikki tomonli zinalardan yuqoriga ko'tarilib, to'g'ri uyning eng yuqori qavatiga chiqdik. Zinadan chiqqandan katta zal ekan. Zalning o'ng tomonida ikki yonga ayrilgan yo'lakka o'tib, o'ng tomondagi ikkinchi eshikka kirdik. Kulrang va oq ranglardan iborat katta xona. O'rtada katta 2 kishilik yotoq. U ham kulrang. Bir burchakda shkaf, uni yonida odam bo'yidan katta oyna. Oynadan sal narida bir eshik. Hayratda qoldim. Xonani tomosha qilayotganimda o'zini Feruza deya tanishtirgan qiz shkafdan bir nimalar olib qo'limga berib, ko'zgu yonidagi eshikka ishora qilib, "Bu yer hammom. Shu yerda bemalol yuvinsangiz bo'ladi", deya o'zi xonani tark etdi. Bu uyga kelishda nimalarni kutgandim-u, nimalar bo'lyapti-ya? Yuvinib chiqqanimda eshitgan gapimdan garangsirab qoldim. Feruzani aytishi bo'yicha meni hayratda qoldirgan xona men uchun tayyorlangan ekan. Qanday g'alati hodisa. Men o'zimni nimaga tayyorlagandim-u, nimalar bo'lmoqda? Tushunmay ham qoldim. Bu koshonada jami 17 kishi yashar ekan. 12 nafar qiz va 5 nafar erkaklar. Qizlar bilan ozroq tanishgandek bo'ldim, lekin hech biriga yoqmaganim yuzlaridagi ifodadan ayon. Kun qanday kech bo'lganini ham sezmay qoldim. Qizlarni meni yoqtirmasligini sababi ularning xonasi umumiy ekanligi ekan. Nima uchun menga bunchalik e'tibor berilayotganligi anchagina tashvishga solib qo'ydi. Ertasi kuni Feruzaning o'zi kirib meni chaqirmaguncha tashqariga chiqmadim. Haddan tashqari berilayotgan imkoniyatlar meni yaxshigina cho'chitib qo'ydi. Tushlikdan so'ng xonaga kirgan Feruza nima uchun tashqarida ko'rinmaganimni so'radi. Xohishim bo'lmaganini aytganimdan so'ng majburlab olib chiqdi xonadan. Ikkinchi qavatdagi bir xonaga kirdik. Katta stul atrofida 7-8 tacha qizlar suhbat qurib o'tirganini guvohi bo'ldik. Sochlari qirmiz bo'lgan qiz men tomonga o'girilib, "Bu uyga ko'chadagi daydi mushuklar va kuchuklarni ham olib kiramiz shekilli-ya?" Xonadagi barcha qizga birma-bir qarab chiqar ekanman, hammaning ko'zida menga nisbatan nafratni ko'rgandek bo'ldim. "O'zingdan ketma, Jamila. Manavi so'rashdan boshqasini bilmaydigan tilingni kaltaroq qil, bo'lmasa nima? Bo'lmasami? U holda o'zim ko'maklashib yuboraman. Qilgan qilmishingga yarasha jazo olmading-da, shuning uchun hali ham sayrayapsan. Bo'z kelsa qanday sayrashingni ko'raman. Xo'pmi shakarim? Ungacha o'zingni charchatma. Hamma menga nisbatan dushmandek ko'rayotgan bir paytda biror nojo'ya gap bilan battar ularning asabiga tegmaganim ma'qul menimcha. Shu xayol bilan Feruzaning gaplari sabab nigohimni u tomonga burdim. Menga qizlarni tanishtirib o'tdi. O'lay agar birortasi xotiramda qolgan bo'lsa. Aslida xayolim umuman boshqa yoqdaligi uchun nima degani miyamga kirmadi hisob. Mashinada sigaret tutatib xayolga berilib o'tirgan yigitni oldiga boshqa bir yigit qo'shildi. Mashina oynasidan tashqarini kuzatar ekan, ikkisidan ham bir sado chiqmadi. Sigareta tugagandan so'ng ham unga tikilib qolgan yigit birinchi so'z boshladi. "Barcha narsaning nihoyasi borligini endi tushunib yetibman. Avvallari hech narsadan qo'rqmasdim. Hozir esa har bir qadamimda qo'rquv mujassam. Yo'qotadigan nimam bor deyman-u, lekin agar yo'qotadiganlarim bo'lmaganda bu hayot men uchun jahannam bo'lardi. Aslida jahannamga loyiq inson edim-ku, to'g'rimi?" O'tmishni ko'z oldiga keltirgan yigit achchiq kulimsiradi. Qarshisidagi yigit esa xo'rsinib qo'ydi va dalda berishga o'tdi. "Siz menga eng ko'p yordam bergan insonsiz. Hech ham yomonlik ko'rmadim.
Qo'lingizdan kelganicha harakat qilyapsiz-ku axir. Aka, bilaman, haqiqiy ukangiz kabi bo'lolmayman. Lekin siz menga boshliqdan ko'ra akamdek munosabatda bo'lganingizdan men sizni bunchalar cho'kishingizni ko'rishni istamayman. Bilasanmi, Javohir? U menga siz o'ta ketgan xudbinsiz, faqat foydani ko'zlaydigan, nafsiga qul bo'lganlardansiz dedi. Menga osonmi? Aslida bu ishlar menga ham yoqib tushgani yo'q-ku. Agar yonimda turishni istamasang, seni majburlab ushlab turganim yo'q dedim. Bu ishdan shu qadar jirkansa, nima sabab uzoqlashmadi? Hali ham yonimda. Unga haqiqatni aytkim keladi, lekin bu haqida amakim bilib qolsa, unga zarar bersa-chi deya o'zimni ba'zir to'xtataman. Hali hammasi yaxshi bo'ladi aka, deya ikki yigit ham kulib yuborishdi. Biroz muddat xursandchilik qilib olishgandan so'ng jiddiyroq masalaga navbat keldi. Qizni olib keldik katta hovliga. Faqat bir o'zini. Oxirgi gapi qo'rqqani uchun past chiqdi. Biroz jahli chiqqan yigit achchiqlanishdan foyda yo'qligini teran anglab turib, sokinroq savol berishga harakat qildi. Opasi qayerda ekan? Nima qilib bo'lsa ham opa singilni ikkalasini ham olib kelishingni tayinlagandim-ku. Aka, muammo shundaki, kichigini olib kela olmadik. U holda juda yaxshi, dedi yonidagi hamrohi esa uning so'zlarini yaxshi eshitgan bo'lsa ham boshqa savol berishni lozim ko'rmadi. Atrofi daraxtzor bo'lgan o'rmonga o'xshash yo'ldan bir mashina katta tezlikda uchib borardi. Yo'lidan chiqqan qizni anglab zo'rg'a tormoz berishga ulgurdi. Sal qolsa balon ostida qolishi mumkin bo'lgan qiz hech narsani his qilmas, faqat ortidan kelayotganlargina qiziqtirar edi uni. Bir necha erkaklarning ovozi tobora yaqinlashib kelar ekan, qiz mashina tagida qolmaganiga afsuslar qilar edi. Qizni urib yuborishga bir baxya qolgan o'sha qora mashinaning old eshigi ochildi. So'nggi chora sifatida ko'zga ko'ringan mashinadan endigina tushgan yigitdan yordam so'rashga majburdek his qilgan qiz ortidan kelayotgan odamlardan qutulish maqsadida yigit tomonga o'girildi. O'girildi-yu tosh qotdi. Chunki mashinadan o'zi kutgandek aslzodalardek kiyingan boyvachcha emas, aksincha oddiy sport kiyimi va biroz jingalak sochlari peshonasini yopgan yigit turardi. Ko'zlari qora desa qora emas, kulrang desa kulrang emas, tushunarsiz bo'lgan, lekin nigohlari juda o'tkir. Yigit sochlari sarg'ish, belidan o'tgan sochlar egasiga qarab qoldi. Bir muddat ikki nigoh tutashdi. Birini xayolida qanday ko'mak so'rash, shahargacha eltib qo'yarmikin degan savol bo'lsa, ikkinchisining miyasida shahar chetidagi bunday ovloq yerda bunday sohib jamolni nima ishi bor degan o'y tinchlik bermasdi. Qochayotgan odamlari izidan kelayotganini bilgan qiz yigitga zorlana boshladi. Iltimos, menga yordam bering. Xudo xayringizni bersin. Meni quvib kelishyapti. Shunchaki shahargacha olib ketsangiz bo'lgani, o'tinaman akajon. Qizni so'zlarini hech bir hissiz tinglayotgan erkak, qiz so'nggi so'zini aytishi bilan qalin bo'lmagan, lekin xuddi terilgan singari chiroyli qoshlari tutashdi go'yo. Qizga bir so'z demay haligacha jim kuzatar ekan, yana qiz iltimosnomasini davom etdi. Bilaman, hozir senga nima uchun yordam beray dersiz. Menga nima naf deya o'y-xayollar miyangizga tinchlik bermayotgandir. Iltimos, meni qutqaring. Savob ham kerak-ku odamga. Sizning ham opa-singillaringiz bordir. Hali ham joyidan siljimagan yigitga qizning oxirgi jumlalari ta'sir qildi. O'ta jiddiy ohangda mashinaga o'tir va o'zim kelguncha o'tirgan o'rningdan qimirlama. Qizdan javob sifatida bosh qimillaganini ko'rgan yigit ularga yaqinlashib kelayotgan to'r yigit tomon ketdi. Qiz esa tezlik bilan o'zi rusumini bilmaydigan tonirovkalangan mashinaning orqa o'rindig'iga o'tirdi. O'rindig'iga endigina o'tirgandi hamki, mashina qulflandi. Old oynaga qarar ekan, mashina tomonga pultni ko'tarib turgan, o'zi yordam so'ragan yigit chiroyli tabassum qilib turardi. Yigit uni ko'rmayotganini bilmasa-da, unga javoban tabassum qildi.
Mashina oynalari qoraytirilgani sababli tashqaridagi hodisalarni kuzatsa bo'lar, ichkarini esa aksincha. Tashqaridagilar qancha harakat qilsa ham mashina ichini ko'rish ular uchun imkonsiz edi. Qiz endi e'tibor beribdi. O'zi uchun himoya vazifasini bajarayotgan mashina egasi oqsayotganini. Demak, oyog'ida nuqsoni bor.